Maqsad nima? Maqsad sotishmi? Ha aka. Sotish bo'lsa, misol uchun hozir xalqqa o'zini narxida sotiladi, to'g'rimi? Yarim kechasi bo'lishiga qaramay, Alisherga ishon xodimi bilan tanishyapti. Buning sababi nima ekan hozir bilamiz. Maqsad nima? Maqsad sotishmi? Ha aka. Sotish bo'lsa, misol uchun hozir xalqqa o'zini narxida sotiladi, to'g'rimi? Endi hozir nima aksiya bo'lganda aksiyani aytmayapsizlar, misol uchun. Yo yashirincha o'tkazib yubormoqchimisizlar aksiyani? Yo'q Alisher aka, hammalaringizga aziz mijozlar, ming bor uzr. Bizda prosta aksiyamiz katta bo'lgani uchun 26-martdan boshlangan bo'lsa ham aksiyamiz tartibati juda ham katta bo'lgani uchun ulgurmay qoldik. Ulgurmagan mijozlarimiz uchun 27-28-mart kunlarimiz aksiyamiz davom etadi. Ya'ni arzon narxlar festivali aksiyamiz boshlangan. Hammalaringiz ulgurmagan mijozlarimiz 27-28-mart kunlari kelsangiz xarid qilib olsangiz bo'ladi bizdan. Hozir nimalarga, misol uchun nimalarga aksiya ketyapti hozir? Hurmatli ishoch mijozlari, bizda 3 kunlik aksiyamizda televizor, konditsioner, gaz plita va shunga o'xshash maishiy va bestovoy texnikamizga 40% chegirmamiz ketmoqda. Misol uchun 43 talik Avalon televizori 4.218 ming sotilgan bo'lsa, hozirda yangi narxi 2.952.600 so'm. Va bizda undan tashqari bekor muzlatgichimiz eski narxi 10.163 ming sotilgan, hozirda yangi narxi 7.114 ming. Bizda Shivaki gaz plitasi eski narxi 3.978 ming sotilgan bo'lsa, hozirda yangi narxi 2.784 ming. Hurmatli mijozlar, undan tashqari ishonch do'konidagi barcha turdagi konditsionerlarga ham aksiyamiz amal qiladi. Hurmatli ulgurmagan mijozlarimiz, aksiyamiz 27-28-mart kunlari ham davom etadi. Biz sizlarni ishonch do'konlarida kutib qolamiz.